Yordam kerak emasmi? Yo'q, rahmat aka, quplanib qopti-da. Mayli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yordam kerak emasmi aka? Yo'q, mashinam quplanib qopti. Hozir ochib olaman o'zi. Kalit yo'qmidi? Yo'q. Kalit ichida qolib ketibdi-da. Balki mana kalitni ochib ko'rarsiz. Mashina siznikimidi? Maniki aka. Yo'q, qochmang aka, qochmang. Hammamiz erkakmiz. Erkakchasiz gaplashib olamiz. Nimani olmoqchi edingiz? Maytafonni olmoqchi edim. Qizim kasal. Shunga majbur bo'ldim. Dorilarga pul kerak. Aka, Bardachoyda $800 pul bor. Agar sizga shu pul kerak bo'lsa oling aka. Men roziman. Qizingiz dorilarga ishlatasiz. Lekin bunaqa harom yo'l bilan olmang. Shu $800 pulda $300 mashinam arendasiga berishim kerak. Bugun arendasi. $500 kvartiram puli. Bu ham arenda aka. Mana shu mashin bilan oilamni boqaman. Mana 4 ta bolam bor. Dadam nima olib kelar ekan deb qarab o'tiribdi. Hozir men ham больницаdan chiqib kelyapman. Onam kasal. Dorilarga pul tashab, hamma pulni berib chiqyapman aka. Agar siz shu pulga mendan ham ko'ra muhtoj bo'lsangiz aka, oling. Men roziman. Qizingizni davolating. Yo'q aka. Rahmat. Aka qarang. Mana shu pulni oling. Oling. Iltimos. Qizingiz dorilarga yetadi. Endi boricha men beradiganim shu. Roziman. Lekin aka iltimos. Bunaqa ishingizni boshqa qilmang. Hozir ko'chada tirikchilik qilib, oilam, bola-chaqamda yurgan erkaklar ko'p. Hech birimizga oson emas. Lekin aka, farzandlaringiz rizqini haromlab qo'ymang aka. Iltimos, bu ishingizni boshqa qilmang. Katta rahmat sizga. Lekin hammasi yaxshi bo'ladi aka. Rahmat aka sizga. Bolangiz sog'ayib ketsin.